So'kishning, ayniqsa birovning ota-onasini so'kishning gunohi qanday? So'kinadigan, jahlini jilovlay olmaydigan insonlarga nasihat qilsangiz. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu narsa sunnatga xilof. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hidoyatlariga teskari ish. Buni hamma biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Bu'ithtu li utammima makarimal axloq." Men go'zal xulqlarni tamomiy ko'rinishini ko'rsatib berish uchun keldim deganlar, yuborildim deganlar. Bu dinimiz axloqdan iborat. Axloqsiz odamda dini bo'lmaydi. Ya'ni dini bo'lmaydi degani dini komil bo'lmaydi. Bunda johiliyat alomatlari bor bo'lgan odam hisoblanadi. Abu Zar roziyallohu anhu bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni bir kuni Bilal roziyallohu anhuni onasi bilan haqoratlagan, qora ayolni bolasi deb. O'shanda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kishi shikoyat qilgan Bilal kelib. Rasululloh aytdilarki, "Sen uni onasi bilan haqoratladingmi?" dedilar. "Ayyartahu bi ummihi." Onasi bilan haqorat qildingmi? "Innaka mru'un fika jahiliya." Sen johil odam ekansan dedilar. Senda bir jaholati bor bo'lgan odam ekansan dedilar. Ya'ni o'shandan keyin Abu Zar juda ta'sirlanib qattiq yig'lagan ekanlar. "Ey Rasululloh, shuncha islomda meni yoshim katta bo'lib, shuncha yil islomda yashab, hali ham johilmanmi? Hali ham jaholat xulqim bormi meni?" deb. Demak, ya'ni inson kimki fahsh gaplarni gapiradimi, so'kib gapiradimi, bilsinki, unda johiliyat xulqi bor degani. Bu narsadan qutulmasa, u odamda johiliyat xulqi insonda xuddiki bir cho'g', ya'ni xashaylar ichidagi cho'g'day deb misol qilsak bo'ladi. U narsa kattaradi, ta'sir qiladi, atrofini yoqadi. Bu narsa islom xulqiga teskari narsa. Odamlarni bezor qiladi. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmaydigan ish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha la yuhibbul fuhsh." Alloh taolo fahshni yaxshi ko'rmaydi. Va la tafahhush va fahsh gaplarni gapirish. Mana bularning hammasini Alloh subhanahu va taolo harom qilgan. Fahsh ishlarni ham, fahsh so'zlarni ham Alloh taolo harom qilgan, Alloh yaxshi ko'rmaydigan ish. Bu ishdan tiyilish uchun odamga qanday narsani nima qilish kerak? Mana shu gapni o'zi yetadi deb o'ylayman. Johiliyat xulqi bor bo'lib yurishga odam kim rozi bo'ladi? Musulmon odam o'sha johiliyat xulqidan qutulishga harakat qiladi albatta. Biz uchun eng chiroyli namuna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da har bir holatida namuna bor. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna bor. Mana shunga qarab o'zimizga andoza olib ergashishimiz kerak bo'ladi. Mana bu narsa, fahsh gaplarni gapirish, odamlarni ayblash, so'kish, bo'lib ham ijtimoiy tarmoqlarda olib turib odamlarni so'kish, fahsh gaplarni gapirish. Mana bu narsa musulmon odamning xulqi emas bu. Bu narsani Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmaydi va bu ish insonda johiliyat xulqi bor ekanligiga dalolat qiladi. Mana shu narsalar o'zi insonga yetadi. Alloh yaxshi ko'rmaydigan ish bo'lsa, johiliyat alomati bo'layotgan bo'lsa, bu inson tezroq bundan qutulish kerak bo'ladi. Bundan qutulishning yo'li Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashish bo'ladi. Tili o'rganib qolgan bo'lsa, sekin-sekinlik bilan odam o'zini tarbiyalab, o'zini nima qilsa, sekin-sekin bilan odam o'rganadi. Aqlli odam har narsaga o'rgansa bo'ladi. Yumshoq muomalaga, yaxshilikka ham o'rgansa bo'ladi. Tilni so'kishga o'rgatsa, so'kinchoq bo'ladi odam. Qo'lni urib, masalan, ba'zi odamlarda qo'li yugurdek bo'ladi, salga qo'li ishlab ketadi. Urvoradi, xotinni ham, farzandlarini ham urvoradi. Ba'zi odamlarda tili yugurdek bo'ladi. Fahsh gaplarni birdan gapirib yuboradi. Mana shu narsani inson o'ziga agar yaxshiroq bir tarbiya nimasidan bir e'tiborliroq bo'lsa, vaqtlar o'tishi bilan inson tuzaladi. Vallohu a'lam. Navbat